Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Braziliya, Argentina, Chili qatarlıq dövlətlərdəki ziyaretlərini muvaffəqiyyətli axırlaşdırıb 4-cü iyun günü Latin Amerika dövlətlərinə başlayan ziyaretinin axırqı bekiti bolğan Kosta-Rikaga yetib kelgan Dünya Uğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraiya Komitetining rəisi, Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zümrətay Erkinlərindən tərkib tapqan Qurultay heyəti Kosta-Rikaning poytaxti San Joseda 5-ci iyun günü başlanğan və bir həftə davam qıldığan dünyadakı ən nopuzlu xalqaralıq munbərlərinin biri hesablanğan Digital Dünyada İnsani Hüquq Hüquqlar namlı xalqaralıq muhakimə yığınına qatnashishga başladı. Dünyadakı köplеген dövlətlərinin bevosita həmkarlıqida ötküzülgən məzkur yığınğa dövlət rəhbərləri, tonilgan siyasi ərbablar, aldınqı qatardakı savdo sanoatçılar, tədqiqatçı olimlar, məşhur sənətkarlar, kişilik hüquq təşkilatlarının vəkilləri, jurnalistlar, saxavatçılardan olub 10 mingdan artıq kişi qatnaşqan yığın mərkəzində Dünya Uğur Qurultayı üçün məxsus bir munbər qurub berildi. Dolqun Eysa başçılığıdakı Qurultay heyəti məzkur munbər arqılıq dünyanın hər qaysı əllərdən gələn ərbablarga Xitayning Şərq Türkistanda Uyğurlarni asas qılğan Türkiyə xalqlar yürgüzətqan irqi qırğınçılığı və Xitayning digital texnikadan faydalanıb Uyğurlarga yürgüzüb gələn qeyri-insani təqib və nazarat sistemasi haqida təfsili məlumat beriş fürsətiga erişdi. Yığın jarayonida Dolqun Eysa başçılığıdakı Qurultay heyəti yana köplеген yuqori dərəcəlik ərbablar bilan bevosita uchrashib Uyğur məsələsi haqida söhbətləşish imkoniyatiga erişdi. 6-cı iyun günü Kosta-Rika vaqti saat 15:20dan 16gacha Digital Dünyada İnsan Hüquqlar munbirining dunyoga tanilgan riyosatchisi Melissa Chan xonimning bevosita riyosatchiligida Dolqun Eysa apandim bilan Uyg'ur masalasi haqida maxsus suhbat ilib berildi va minglagan kishining bevosita qatnashishida o'tkazildigan va xalqaro qonun sistemasi bizni umidsizlantiryapti. Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati qandoq degan mazkur suhbat Digital Dünyada İnsan Hüquqlar munbirining Tor televiziyasi orqali butun dunyoga bevosita tarqatiladi. 7-ci iyun günü yana Qurultay heyəti tərəfindən yığın mərkəzində Uyğur irqi qırğınçılığı məsələsi haqida məxsus muxbirlərin kütüləş yığını ötküzülüdü. O'rta Latin Amerika dövləti Kosta-Rika 5 milyondan artıq nüfusga ega bo'lib, rəsmi dövlət dili İspaniyaca. Kosta-Rika bolsa Latin Amerika dövlətləri içində demokratiya və kişilik məsələsiga alayda köngül bo'lib kelgan dövlətlərinin biri bo'lib, bu səbəbdən BDT və xalqaralıq orqanlarının təqdiriga erişib kelgan edi. Dünya Uğur Qurultayının orunlaşdırışı və Finlandiya Parlamenti Kişilik Hüquq Komitetining bevosita sahibxonlik qilishi bilan bugun, yəni 6-cı iyun tushdan keyin Finlandiya parlamentida Uyg'ur irqi qirg'inchilik haqida maxsus guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Finlandiya Parlamenti Kişilik Hüquq Komitetining raisi Inka Hopso xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan yig'inda Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbinur Sidiq bilan Fransiyadagi lager shohidimiz Gulbahor Xotivaji va Dünya Uğur Qurultayının parlamentlar bilan bo'lgan aloqa xizmatlariga mas'ul xodimi Marilina Shtekbova xonimlar Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining haqiqiy mohiyati, jazo lagerlarida yuz berayotgan dahshatli tragediyalar, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlarini yo'qotishni tub maqsad qilgan holda sistemalik, planliq və məqsədli halda yürgüzətqan irqi qırğınçılığı, Şərq Türkistonda icra qilinayotgan məcbur əmgək tüzümü qatarlıq keng məzmunlarda dəlil isbatlar bilan guvohlik berish bilan birga, mustabid Xitoy hokimiyatining Şərq Türkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta yürgüzətqan irqi qırğınçılığının hozir ham jiddiy davom qilayotganligini, hozirga qadar Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litvaniya, Irlandiya və Avropa parlament qatarlıq 10 hökumət və parlamentning Uyğur irqi qırğınçılığını rəsmi yo'sinda e'tirof qilib, maxsus qaror qabul qilganligini, demokratiya və kişilik hüquq prinsiplarini eng kuchli darajada himoya qilib kelayotgan Finlandiya parlamentining bu davlatlardan ulgilib, Uyğur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilib, maxsus qaror ma'qullashini umid qilganligini ifoda qilishdi. Guvohlik yig'inidan keyin naq maydondan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Qalbinur Sidiq va Gulbahor Xotivajilar o'zlarining yurak so'zlarini ifoda qilib, mundoq dedi. Assalamu alaykum, barliq aziz qarindoshlar. Biz Dünya Uğur Qurultayının o'rlashtirishi va bu Finlandiyadagi aktivist inalarimizning zo'r tirishchiligi bilan mana bu Finlandiya parlamentiga tunugun biz mishaga yetib keldik. Bugun tushdan burun va hozir mana bu Finlandiya parlamentidan chiqdik. Guvohlikdan buningga men Gollandiyadan, Fransiyadan Gulbahor, andan keyin bizning Dünya Qurultayiniki xizmatchisi bo'lgan Marilina üçümüz bir grup olup Finlandiyada 3 günlük bir faaliyetimizi başlamakçı. Hazır mana parlamentlardan biz guvohligimizni berib, qo'limizga dalil isbotlar orqali shu Xitoy hukumatining va Turkiya Turkistonda Uyg'urlarga olib berayotgan shu irqiy qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyatlarni
əməli misallarımız bilan ularga so'zlab tushundirdik va ular guvohligimizni dedik. Ular bizga aytib qiziqqan, nurg'ulg'an savollarni so'radi va o'zining qo'lidan kelishicha biz yordamni bo'lganligini aytdi. Demak, bu parlament a'zolari har qaysi tashkilotlar, har qaysi partiyaning rehbarimiz ayollarni tashkil topgan bo'lg'achqa, ular bizga alohida ko'ngil bo'lganligini aytdi. Rahmat. Salam qadrli vatandaşlar, bizniki Finlandiyaniki Helsinki şehrinde ilip beriyotgan faaliyetimiz davomlashyapti. Hozir parlamentda guvohlik berish faoliyatini oxirlashtirib chiqdik. Bizniki guvohligimizni anglash uchun qatnashgan parlament a'zolarininki ko'pincha ayollar bo'lganligi uchun bizdek ayollarning beshiga kelgan zulmni anglab bular intayin ta'sirlandi. O'zlariniki intayin bir xil içinğanlığını Uygur ayollarının beshiga kelgan kundan azaplanganligini bildirib, nurg'ulg'an savollarni so'rdi. Faoliyatimiz haqiqatan shunday yaxshi davomlashyapti. Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraya Komitetinin muavin reisi Turg'unjon Alavudin ve Qurultayı'nın bayanatçısı hem Qurultay Ayollar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkinlerden terkip tapqan Qurultay heyeti, Mustabid Xitay hakimiyetinin Şarq Türkistan'da Uygurlarını asas qılğan yerli xalqlarga qarta rəhimsizlər жүрgüzətqan irqi qırğınçılığı ve insaniyet qarşı cinayetlerini Finlandiya parlamentiga e'tirof qildirish maqsadida 2022 yılı 27 apreldan 29 aprelgacha Finlandiyaning poytaxti Helsinkida bir qator muhim uchrashuvlarda bo'lgan ve bu jarayonni 29 aprel kuni Dolqun Eysa boshchiligidagi Qurultay heyeti Finlandiya parlamentini ziyorat qilib, Finlandiya parlamenti kishilik huquq komitetining ayni chog'dagi raisi Veronika boshchiligidagi parlament a'zolari bilan suhbat ilib borgan ve Finlandiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida maxsus guvohlik yig'ini chaqirish taklifini o'ttirib qo'ygan ve ijobiy javobga erishgan edi. Bu qitim Finlandiya parlamentida o'tkazilgan guvohlik yig'ini Qurultay heyetining ayni chog'da Finlandiyada ilib borgan faoliyatlarining bir natijasidan iborat. Avrupa parlamenti a'zolari Avrupa hukumatlarining Xitoy ijtimoiy aloqa supsi TikTokni cheklash vaqti kelganligini, hukumat xodimlarining mazkur Xitoy ijtimoiy aloqa supsini ishlatishni cheklashga chaqirgan. Politico gazetining xabar qilishicha, Avrupa parlamenti o'tgan hafta chet el hukumatlarining saqt uchur, tor hujumi va xalqlik ulaslarga qarshilik qilish orqali Avrupa davlatlarining ichki ishlariga aralish harakatlariga to'sishga oid bir tavsiya qarori ma'qullagan. Avrupa parlament a'zolari bu tavsiya qarorida Avrupa hukumatlarining TikTokga cheklim qo'ygan ba'zi g'arb davlatlar bilan birdaklikni saqlashni talab qilgan. Xitoyning dunyodagi yosh o'smirlar orasida keng umumlashgan TikTok nomli ijtimoiy aloqa supsi g'arb xavfsizlik organlari tomonidan josuslik qilish, kishilarning shaxsiy sonliq ma'lumotlarini to'plash, yosh o'smirlarning ideyasini zaharlash bilan ayblanib kelinmoqda edi. Politico gazetining bildirishicha, TikTok Avrupa parlamenti a'zolari tomonidan cheklash talab qilingan birdan-bir ijtimoiy aloqa supsi emas. Avrupa parlamenti a'zolari yana Avrupa Kengashi va Avrupa Komissiyonidan Xitoyning Huawei, ZTE va Rossiyaning Kaspersky Antek laboratoriyasi nomli shirkatlarini cheklashni talab qilgan. Avrupa parlamenti a'zolarining qarori Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio o'tgan hafta Amerika Adliya ministrligidan TikTokning ijroiya direktori Joe Shoudzini tekshirishni talab qilgan bir vaqtda ma'qullangan. Marco Rubio TikTokning davomli Xitoyda sonliq ma'lumot to'playotganligi, TikTokning ijroiya direktori Joe Shoudzining bu yil 3-oyda Amerika davlat majlisida guvohlik berganda yolg'on so'zlaganligini bildirgan. U Amerika Adliya ministrligidan Joe Shoudzining yolg'onchilik jinoyati sodir qilmaganligini tekshirishni talab qilgan. Joe Shoudzi ayni vaqtda TikTokning sonliq ma'lumotiga Xitoyda turib erishgil bo'lmaydiganligini ilgari surgan edi. Bu yıl 4 iyun 1989 yılki Tiananmen meydanda o'quvchilarning demokratiyani talab qilish namoyishining Xitoy hokimiyati tomonidan tanklar bilan qonliq bostirilganligining 34 yillik xotir kuni. Mazkur namoyish xalqaro 4 iyun Tiananmen o'quvchilar harakati deb atalgan. Bu yil 4 iyun kuni Tiananmen qirg'inchiligining ingliz hashtagi Twitterda eng ko'p ham bahirlangan hashtag bo'lgan. Xalqaro axborot vositalarida 1989 yili Tiananmen meydonida elib berilgan namoyishga doir tortilgan video va rasmlar qaytadan kun tartibga kelgan. Uningdan boshqa 4 iyun kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Amerika davlat majlisi qarmog'idagi Amerika Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti qatorliq Amerikaning davlat organlari, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken, favqulodda komitetining raisi Mike Gallagher, Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Amerika Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi qatorliq davlat amaldorlari Tiananmen qirg'inchilik hashtagi bilan ijtimoiy taratqularda ayrim holda 4 iyun Tiananmen o'quvchilar harakatini xotirlaydigan yozmalarni ham bahirlagan. Örkesh davlat apandi 4 iyun Tiananmen o'quvchilar harakatining Uyg'ur rahbari bo'lib,
1989 yılı 5. ayının 18. günü namoyish qatnaşqan o'quvchilarga vakil bo'lib Xitoy Xalq sarayida Xitoyning sobiq bosh ministri Li Peng bilan ko'rishgan edi. Örkeş Davlat Efendi 4. iyun Tiananmen o'quvchilar harakatining 34 yillik munosabati bilan matbuotlar qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Biz cho'qim bu kunni xotirlashimiz kerak. Chunki qotil texich sirtda jazoga tortilmadi. Butun dunyo mushundaq bir vahshiy qonxo'r hokimiyatning jinoiy javobgarligini surishti qilishda mag'lub bo'ldi. Bu kun faqat xotirlash kunlari emas, balki biz osh hayotini demokratiya uchun qurbon qilgan yoshlarga ular bergan qurbonligini unutib qolmaganligimizni, ular tugatilmagan vazifani bizning davomlashtirganligimizni ifodalaydigan bir kun. Yana bir tarafdan bu kunni xotirlash shuning uchun muhimki, biz bu orqali xalqaroga bo'libmi texich Xitoyda qonxo'r hokimiyat bilan yanli qo'l siqishib, hech ish bo'lmagandek savdosini davom qilayotgan g'arbdagi demokratik davlatlarga ularning Xitoy siyosatini siyosiy va axloqiy jihatdan qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini eskartishdir. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.